Xo'p, assalomu alaykum azizlar, barchaga aziz kuzatuvchilar, obunachilar. Vodiydaman hozir. Bitta narsani aytishim kerak. Bizni avlod ajdodni, bizni shajaraviy bir hunarimiz bor. Tarixi u 1000 yillik, 2000 yillikka borib taqaladi. Bu bo'yra hisoblanadi, ya'ni bo'yra to'qish hunari, an'anasi. Biz avlod ajdodimizda har qanday kasbni, har qanday ishni qilsak ham, lekin har bir inson, har bir mana shu o'g'il qizlar mana shu bo'yra to'qishni o'rganadi. Bu bo'yra qamishdan to'qiladi. Bu bo'yra payg'ambarimiz davridan beri bor, ya'ni o'sha paytda ham o'tirgan insonlar dam olib, keyin insonlar vafot etganda mayitlarni shunga qo'yib yuvgan. Bu suvda o'sadigan juda toza, pok narsa hisoblanadi, ya'ni qamish. Bu qamishdan to'qiladi. Hozir to'qilishni ham sizlarga ko'rsataman, lekin qo'limga qamish ushlamaganimga yaqin bir 10 yilcha bo'ldi-da. Yaqin 10 yil bo'ldi. Esimdan chiqmagan bo'lsa, hozir ko'rasizlar mana. Bismillah. Ne to'qiladi. Albatta bo'yrani to'qish uchun bizga kerakli bo'ladi. Hozir bu yerda tosh yo'q ekan-a? Yo'q, tosh yo'q. Mana azizlar, ko'rishingiz mumkin. Lekin ehtiyot bo'lish kerak, qo'l kesib ketishi mumkin. Juda ham o'tkir narsa bo'ladi qamish. Mana shunaqa to'qiladi. Bitta yirik qamish solinadi, bitta mayda qamish solinadi. Mana sizlar ko'rishingiz mumkin. Hozir mana shunaqa hunarimiz bor. To'g'risini aytsam, 10 yoshligimda, 9 yoshligimda o'rganganman bo'yra to'qishni. Va hamon mana esimdan chiqarmaganman. Shunaqa azizlar, sog' bo'linglar.